Birinchi bo'lib Baytullohni qurgan bu Odam alayhissalom. Otamiz Odam alayhissalom qurgan Baytullohni. Odam alayhissalom Baytullohni qurib, atrofida 7 marotaba tavof qilib aylangan. Aylanib bo'lib, tavofdan so'ng Alloh taolodan so'rayaptiki, Parvardigor, har bir mehnat qilgan inson mehnati tugagandan so'ng haqqini oladi. Meni ajrim nima bo'ladi endi deb Alloh taolodan so'radi Odam alayhissalom. Shunda Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomga vahiy qilib, seni ajring bu Baytullohni tavof qilganingga seni gunohlaringni kechirdim, mag'firat qildim dedi. Odam alayhissalom, ya Robbi zidni, ey Parvardigor, yana menga ziyoda qilib bergin. Shunda Alloh taolo yana vahiy qilib, shu seni avlodingdan to davri qiyomatgacha qaysi bir inson kelib Baytullohni tavof qiladigan bo'lsa, ularni ham gunohlarini kechirdim dedi. Robbi yazidni, Parvardigor yana menga ziyoda qilib ber. Shunda Alloh taolo aytdiki, to davri qiyomatgacha seni farzandlaringdan qaysi bir inson kelib Baytullohni tavof qiladigan bo'lsa, ularni ham gunohini kechirdim. Va o'sha tavof qilgani kelgan insonlar shu joyda turib, qaysi bir insonni haqqiga istig'for aytib, ularni gunohini kechirilishligini mendan so'raydigan bo'lsa, ularni ham barchasini gunohini kechirdim degan.